Anas ibn Malik roziyallohu anhu onalari otalaridan islomga kirganda ajrashib ketadi. Ya'ni Anas ibn Malik roziyallohu anhu onalari iymon keltirib islomga kirgandan keyin eriga ham aytadi, "Ke musulmon bo'laylik" desa, "Yo'q" deb unamaydi. Ya'ni arazlab bir yerlarga ketib boradi, o Shom taraflarga. Ajrashib ketishadi, tul qoladi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu qo'lida. Endi bu yosh bola erkak kishining tarbiyasi boshqa. Erkak kishi tarbiyalagani baribir boshqa bo'ladi degan ma'noda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga olib borib, "Haza Huwaydimak ya Rasululloh, ya Rasululloh, mana bu sizni xodimingiz bo'lsin, xizmatingizni qilib yursin. Maqsadlari duolarini olishlik va ilm olishlikda, tarbiya topishlikda." Ana shu kishini olib borib berganlar. Yosh bolaligidan eng uzoq umr ko'rgan sahoba kim? Anas ibn Malik roziyallohu anhu. Anas ibn Malik roziyallohu anhuning haqlariga duo qilganlar va bir qancha hadislarni rivoyat qilganlar. Ana shunday bo'lsa ham o'sha yoshligidan Rasulullohni ko'rib katta bo'lsalar ham mana gaplarini eshitdilar. La yamna'uni an uhaddithakum hadithan kaseeran anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Anas ibn Malik roziyallohu anhu shunchalik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan o'sha go'daklik chog'laridan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qilayotganlarini ham ko'rganlar va gapirayotganlarini ham eshitganlar. Ham amalda ko'rib borganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilayotgan ishlarini ham quloqlari bilan eshitganlar. Bunaqangi odam yo'q. Lekin u kishi aytadilarki, men deydilar juda ko'p gaplarni eshitganman deydilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan. Sizlarga aytib bergim keladi-yu, lekin meni bir narsa to'sib turadi deydi. Nima to'sadi ey Anas desa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim meni aytmagan gapimni aytdi deb aytadigan bo'lsa, yolg'on to'qiydigan bo'lsa, avval joyini jahannamdan hozirlab olib, ana keyin ayta olsin degan. Shuning uchun juda ko'p narsani bilaman dedi Anas ibn Malik roziyallohu anhu. Men eshitganman, lekin qo'rqaman. Ba'zilarini aniq bilganlarimni sizlarga aytyapman. Ya'ni aniq eslab qolganlarim. Lekin sal haligi shubhalanib qolgan, haligi ba'zi bir joylarni eslay olmay qolgan bo'lsa, qo'rqqanlar aytgan. Sahoba hozir bizda bemalol payg'ambar manaqa degan ekan, payg'ambar manaqa degan ekan deb gapirib ketaveradi-da, yo'q, unaqa